128-savol. 50 millilitr noma'lum uglevodorod va azotdan iborat aralashma 200 millilitr kislorod qo'shib portlatildi. Reaksiyadagi aralashma 200 millilitr bo'lib qoldi. Suv bug'lari kondensatlanganda aralashma hajmi 160 millilitr. Bu aralashma ishqordan o'tkazilgandan keyin esa 70 millilitr bo'lib qoldi. Uglevodorod formulasini aniqlang. Keling, reaksiya yozib olaylik. Noma'lum uglevodorod bor ekan va azot bor ekan. Kislorod qo'shib portlatilganda faqatgina uglevodorod reaksiyaga kirishadi xolos. Azot yonmaydi, bilasizlar. Uglevodorod yonganda karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglab qo'yishim kerak. X da uglerod bor, demak buni oldida X bo'ladi. Y da vodorod bor. Y da vodorod berish uchun suv oldiga 0.5 Y ni qo'yamiz. 0.5 Y ni 2 ga ko'paytirsa 1 Y bo'ladi. Endi qarang. Kislorodni oldiga, demak, x 2 ga ko'paysam 2x, 2x 2 ga bo'ladigan bo'lsam, kislorod 2 ta-ku. X da kislorod bo'ladi. Plus. Xo'p, suvdagi kislorod ham 0.5 ni 1 ga ko'paytirsam 0.5 Y, 0.5 Y ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 0.25 Y bo'ladi. Mana ekan. Xo'p, koeffitsiyentlarni qo'ydik, hammasini qildik. Endi portlatildi. Reaksiyadan keyin aralashma 250 millilitr bo'lib qoldi. Suv bug'lari kondensatlanganda aralashma 160 millilitr bo'lib qoldi. Biz qancha suv chiqib ketgan topsak bo'lar ekan? Demak, 250 millilitr bor edi. Bo'lib qoladi. O'sha reaksiyadan keyin suv bug'i kondensatlangandan keyin 160 bo'lib qolibdi. Demak, 90 millilitr suv suyuq holatga o'tibdi. 90 millilitr suv bor ekan desak ham bo'laveradi. Xo'p, 160 millilitr. Bu aralashma ishqordan o'tkazilgandan keyin 70 millilitr bo'lib qoldi. Ishqordan faqat karbonat angidrid o'tadi xolos. Karbonat angidrid ishqor bilan reaksiyaga kirishadi. Xo'p, demak, uni topib olish uchun 160 bo'lib qolgandi. Keyin qancha bo'lib qolibdi? 70 bo'lib qolibdi. Shunda yana 90 millilitr nima bor ekan bizda? Karbonat angidrid bor ekan. Demak, ustiga yozib olamiz. Suvi sarflangani 90 millilitr ekan. Karbonat angidrid suvi hosil bo'lgan 90 millilitr ekan, karbonat angidrid hosil bo'lgan ham 90 millilitr ekan. Demak, x mol bor 90. Xo'p. Bu 0.5 Y imiz teng 90 ga bo'lsa, Y imiz 180 ga teng ekan. Xo'p, endi Y imiz 180, X imiz 90 chiqdimi? Sarflangan kislorodni topib olaman, demak. Sarflangan kislorod. Xo'p, X plus 0.5 Y ida X imiz qancha chiqdi? 90 chiqdi. Plus 0.5 Y. Y im 180 chiqdi. 0.5 ko'paygan 180. Xo'p, shunda necha chiqadi? 0.5 emas, 0.25 ekan-ku bu. Xo'p. Qolmadi bu yerga. 0.25 ko'paygan 180. Shunda bu 1 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, 135 millilitr kislorod nima bo'lgan ekan? Sarflangan ekan. 135 millilitr kislorod sarflangan bo'lyapti. Endi. Xo'p. Endi. Kislorod 200 millilitrmidi? Masala shartida. 135 millilitr sarflanyaptimi? Qancha qoladi deydigan bo'lsam, 65 millilitr kislorod ortgan. O2. Mana ekan. Endi, xo'p, keyin hamma jarayon tugagandan keyin gazlarimiz 70 millilitr bo'lib qolibdi. O'sha ortib qolgan kislorod ham bor buning ichida azot ham bor. Endi uglevodorodni topish uchun 70 millilitrdan ayirib tashlayman 65 millilitr. Xo'p. 65 millilitr. Mana kisloroddan ayirib tashlayman. Shunda 5 millilitr nima qolgan? Azot qolgan. Endi dastlabki aralashmamiz qancha edi deydigan bo'lsa, 50 millilitr edi.
50 millilitr. Bu gaz dastlabki aralashmamizda nima bor edi? Noma'lum uglevodorod va azot bor edi. Azotimiz chiqdi bizda 5 millilitr, noma'lum uglevodorodimiz qancha ekan? 45 millilitr ekan. 50 dan 5 ketsa 45 millilitr qoladi. Hop, endi ozgina surib turar ekanmiz. Hop, uglevodorodda bilib oldik necha millilitrligini. Uglevodorod yonganda uni tarkibidagi ugleroddan karbonat angidrid gazi chiqadi. Oldiga X qo'yamiz. Uglevodorod yonganda uni tarkibidagi vodoroddan suv chiqadi. Suv oldiga 0.5 Y ni qo'yishimiz kerak ekan. Mana shunda teng bo'ladi. Tenglab oldim xullas. Xo'p, endi qarang. Uglevodorodni hajmi chiquvdi bizda 45 millilitr. 45 millilitrdan qancha karbonat angidrid chiqqan desa 90 millilitr chiqqan. 90 millilitr chiqqan. Buni 45 millilitrdan qancha chiqqan desa 180 millilitr chiqqan. 180 emas, 90 ku bu ham. Demak, 90 millilitr suv chiqqan. Demak, buni 1 molidan necha mol karbonat angidrid chiqadi deydigan bo'lsam, hop, 45 2 marta ko'pmi? 1 dan 2 marta ko'p son 2. Demak, 2 mol karbonat angidrid degani, mana X'imiz 2 degani, formulamizda S dan 2 ta degani. Ugleroddan 2 ta ekan. Demak, to'g'ri javob o'zi chiqib bo'ldi. B javob ekan. Hni ham topib qo'yamiz. Hop, buni 1 moliga buni 0.5 sarflanyapti. 0.5 Y sarflanyapti. O'shanda Y'imiz teng bo'lar ekan 4 ga. Y 4 degani H dan nechta degani? 4 ta degani. S2 H4 degan javob bizda bor. Shunday qilib ishlab qo'ying. Iloji boricha qayta ko'rib tushunishga harakat qiling. Aynan shu mavzuni, aynan shu masalani.